Savol. Assalomu alaykum ustoz. Sun'iy aqldan fatvo so'rash joizmi? Javob. Va alaykum assalom. Olimlardan fatvo sohasida sun'iy aqldan mutlaq foydalanishga bo'lmaydi deb qaraydiganlar bo'lsa-mu, bir qism olimlarning qarashicha, agar sun'iy aql programmasiga qarashlangan ma'lumotlar to'g'ri bo'lib, sun'iy aql programmasini ishlagan o'rin ishonchli bo'lib, savol obyekti, namozlarning vaqti, ro'zaning cheklamalari va qasam kafarati degandek biror shaxsning ahvoliga va sharoitiga qarta farqli bo'lmaydigan, kishining tava bo'lgan o'rib odatga chetilmaydigan va foydali ziyonli taraflarni selishtirishga qarashli bo'lmaydigan bo'lsa, sun'iy aqldan fatvo so'rab foydalanishga bo'ladi. Ammo o'rib odatga chetildigan, foydali ziyonli taraflarni selishtirishga qarashli bo'lgan, niyat va turli sharoitlarga, shundaqla shaxs, zamon va makonga qarab javob boshqacha bo'ladigan masalalarda fatvo har bir shaxsning ahvoliga qarata farqli bo'ladigan bo'lg'achqa, sun'iy aqldan bu turli fatvolarni so'rashga bo'lmaydi. Shu sababli Sajiya Islom tadqiqot markazimi sun'iy aql programmasida fatvo supsi e'lon qilishni munosib ko'rmagan. Mubada sun'iy aql programmani ishlagan o'rin aqida, axloq, oila va fikr masalalarida islomdan yot bo'lgan yo'nalishlarga yuzlantiradigan yoki g'ayri e'tiqodga yon bosadigan Xitoy va xristian qatorliq kofirlar yasagan programmalar bo'lsa, uningdan fatvo so'rash texmi ziyonli bo'ladi. Yaqinda ba'zilarning sinoq qilishicha sun'iy aql ba'zi oyat hadislarni yo'qdan yasab chiqqan, manbalarni almashtirib o'tgan va ba'zi ma'lumotlarni emas manbaga mansub qilgan ahvollarmi ko'ringan deyiladi.